eng ijtimoiy xavfli harakat yoxud eng qimmat ma'muriy huquqbuzarliklardan biri hisoblangan tonirovka borasida hech qanday yangilik yo'qmi? Mazmunidagi savollar ko'payib qoldi. Sizni xafa qilishga majburman. Hech qanday yangilik yo'q va katta ehtimol bilan bo'lmaydi ham. Xabaringiz bor, o'tgan yili avgust oylarida bir xabar tarqaldi, ma'lumot tarqaldi. Go'yoki mavsumda 1-may sanasidan 31-avgustgacha oynalar tusini o'zgartirish bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravari miqdorda belgilanar ekan degan gap tarqaldi. O'sha vaqtda haqiqatdan ham qonun loyihasi muhokamaga kiritildi va o'sha muhokama bosqichida qolib ketdi. O'shanda ko'pchilik e'tiroz bildirgan edi. Agar mavsumda oynalar tusini o'zgartirishga ruxsat beriladigan bo'lsa, u tekin bo'lsin. Ma'lum haq evaziga 3 oyga oynani qoraytirib keyin shirib tashlash bu mantiqqa ham, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi degan vaj bilan odamlar e'tiroz bildirgan. Menimcha shu sababli ham bu qonun loyihasi hatto muhokamadan ham o'tmadi. Bugungi kunda eng qimmat ma'muriy huquqbuzarliklardan biri, jarima qarorlaridan biri aynan tonirovkaga tegishli. Naqd bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravari 10.300.000 so'm va u o'sadi. Bazaviy hisoblash miqdori o'sgan vaqtda bu jarima miqdori ham oshib boradi. Oynalar tusini o'zgartirish esa BXMga bog'lab qo'yilgan, nima uchundir men bilmayman va BXM oshgan payti tonirovka narxi ham oshadi. Bir vaqtlar 2.800.000 edi. Bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori 412.000. 8 ga ko'paytirsangiz bu yog'i matematika. Tonirovka narxi kelib chiqadi. Ana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Afsuski hech qanday yangilik yo'q. Mavsum yaqin, yoz yaqinlashyapti, ammo bu borada hech qanday bir jozibali haydovchilar kayfiyatini ko'taradigan va ularning salomatligi va xavfsizligiga xizmat qiladigan sohada yo'nalishda hech qanday yangilik yo'q va katta ehtimol bilan bo'lmaydi ham. Kuninglar yaxshi o'tsin. Omon bo'linglar.